Subhanallohi va bihamdihi Subhanallohul azim. Bismillahirrohmanirrohim. Hayotiy bo'lgan ushbu hikoya eslab qolinganicha yozildi. Bir otaxon bor ekanlar. Doimo ibodatda, Alloh taolodan jannatini so'rab, duo qilib yuradigan bu otaxon kunlarning birida mahalla imomiga borib, "Bolam, menga shunday bir kalima o'rgatginki, u meni jannatga olib kirsin", debdilar. Deyarli hech kimdan bunday savolga tutilmagan imom biroz o'ylanib otaxonga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bir hadislarini aytib beribdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: tilda yengil, tarozida og'ir va Rahmonga suyukli ikki kalima bor. Subhanallohi va bihamdihi Subhanallohul azim. Yoshi ancha keksaygan, nuroniy, o'tirsalar ham, tursalar ham ushbu zikrni tillaridan tushirmaslikka odatlanibdilar. Keksa ota qayerga borsalar ham ushbu hadisni barchaga aytib, o'rgatib yurarkanlar. Safarga chiqilsa, "Keling, sizga bir hadis o'rgataman, shuni aytib ketamiz", deb, mehmonga borilsa, "Keling, sizga bir hadis o'rgataman, siz boshqalarga o'rgatasiz", deb, xullas, har qaysi joyda otaxon aynan shu hadis bilan da'vat qilib yuradigan bo'libdilar. Shunday qilib bir kuni da'vatchi otaxon og'ir dardga yuz tutibdilar. Nuroniy chol qattiq betob bo'lib shifoxonadagi jonlantirish bo'limiga yotqizilibdilar. Doktorlar qo'llaridan kelgancha harakat qilishar. Keksa ota esa o'lim bilan olishib yotar ekanlar. Bir payt Alloh qariyaga qayerdandir kuch berib, otaxon asta ko'zlarini ochibdilar. Ko'zlari ochilganini ko'rgan navbatchi doktor xursand bo'lib oldilariga yugurib kelsa, yuzlaridan nur taralib turgan keksa kishi qo'llarini zo'rg'a qimirlatib, "Bu yoqqa kel, qulog'ingni ber" degan ma'noda ishora qilayotgan ekanlar. Doktor xursandligicha: "Ha, otaxon, o'zingizga keldingizmi? Biror yeringiz og'rimayaptimi?" deb so'rasa, otaxon nimadir demoqchi bo'lib, og'izlarini qimirlatayotgan ekanlar. Doktor darhol bukilib, qulog'ini tutsa, nuroniy otaxon zo'rg'a pichirlab, tilda yengil, tarozida og'ir va Rahmonga suyukli ikki kalima bor. Subhanallohi va bihamdihi Subhanallohul azim degancha Rahmonga suyukli kalimani aytgan holda Allohga omonat jonlarini topshiribdilar. Alloh otaxondan rozi bo'lsin. Shu joyda hikoyani tinglayotgan barchaning yuraklari yumshab ketdi. Yum ko'zlaridan yosh chiqayotganlar esa hech narsa deya olmay, ko'zlaridagi yoshlarini to'xtata olishmasdi. Mana shunday azizlar, kishi bu dunyo hayotida nimani sevib, ixlos ila bajarib yursa, o'sha narsa ustida joni olinar ekan. Alloh taolo barchamizga ixlos ila bajarilgan solih amallar ustida jon taslim qilishni nasib qilsin. Allohim xotimamizni go'zal qilgin. Amin.